Er-xotin bir uy-joyda 32 yil mobaynida yashagan. Er vafot etgan va shundan so'ng xotin bu uy-joyni o'zining nomiga meros mulk sifatida rasmiylashtirib olmoqchi bo'lgan. Biroq buning ilojini qila olmagan. Sababi keyinchalik ma'lum bo'lishicha, uning eri bu uy-joyning egasi emas, foydalanuvchisi bo'lgan. Bu vaziyatda bu uy-joyni xotinning nomiga rasmiylashtirish uchun nima qilish kerak? Avvalo, bu uy-joyni davlatga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlash kerak. Agar uy-joy davlatga tegishli bo'lmasa, demak, biron bir fuqaroga yoki qaysidir tashkilotga tegishli bo'ladi. Mana shu holat aniqlangandan so'ng, xotinning huquqi bor. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 187-moddasiga asosan bu uy-joyga egalik huquqini olish bo'yicha sudga da'vo arizasi kiritish kerak bo'ladi. Bunda javobgar sifatida shu uy-joyning egasini ko'rsatsa bo'ladi. Faqat sudda bu uy-joyda er va xotinning 32 yil mobaynida yashaganligi va bu uy-joyning kommunal to'lovlari, soliq to'lovlarini muntazam ravishda to'lab kelganligini isbotlab berish kerak bo'ladi. Shundan so'ng sud holatlarni ko'rib chiqadi va agar barcha holat tasdiqlansa, xotinning nomiga bu uy-joyga egalik huquqini olish bo'yicha hal qiluv qarori chiqaradi.